Bir yigit zino qiladi. Hali qiz homilador bo'lib qoladi. Homiladorligini bilib qolgandan keyin hali qizni akasi izlab buni topib kelib, urib, dabdala qilib o'ldirmoqchi bo'ladi. Shunda hali yigit aytadiki, "Vallohi ma fa'altuha." Allohga qasamki, men bu ishni qilmaganman. Men seni tanimayman deydi. Tanadi. Hech qanday guvoh yo'q, hujjat yo'q, hech narsa qila olmaydi, hali yigit qaytib ketadi. Endi hali bola aytayaptiki, bir necha yil o'tgandan keyin bir kun ishdan kelsam, uyda onam yerda behush yotibdilar. Bir o'zlariga keladilarda, yana hushlardan ketadi. Yana bir o'zlariga keladi. Nima bo'ldi onajon desam, bitta so'zni takrorlayveradilar. Uxtuk, uxtuk, ya'ni singling. Nima bo'ldi singlimga desam, singling homilador bo'lib qoldi. Oila qurmagan. Qanday qilib? Qo'shnimiz falonchidan chiqdim vajohat bilan deydi, haligini o'ldiraman deb. Men bir necha yil avval bir oilaga ichgan qasamim o'zimga qaytdi. Haligi qo'shnim aytdiki, "Vallohi ma fa'altu hada." Allohga qasamki, men bu ish qilganim yo'q. Tuhmat bu. Sening homilador bo'lgan bo'lsa, men hech narsadan xabarim yo'q. Hujjat yo'q, guvoh yo'q, dalil yo'q, hech narsa qila olmay qaytib chiqadi. Ana endi o'tadi bu davr, o'zi bir kun uylanadi. Uylangandan keyin to'y kechasida uyiga kirsa, ayoli g'alati holatda yig'lab o'tiribdi. Keyin aytadi, "Tekshiring, nima bo'ldi?" desa, "O'tiring, sizga muhim gapim bor." "Nima gap?" deydi. "Hozir shunga kelishaylik. Nima bo'lsa bo'ldi. Rozi bo'lsangiz hayot kechiramiz, rozi bo'lmasangiz o'zingiz bilasiz." Yigit hayron. "Nimani so'ramoqsan? Nimani aytmoqsan?" desa, "Bilib qo'ying, sizga erga tegishdan oldin men zino qilganman. Men bokira emasman. Shunga rozi bo'lsangiz yashaymiz, bo'lmasa men ruxsatimni bering" deydi. Aytsa endi dabdala miyasiga darrov keladi. Aytadiki, "To'xta, men bir necha yil avval bir xonadonning qizini shu zino qilib boshiga musibat keltiruvdim. Alloh taolo tezda uni qaytarib, sinimga qaytardi. Bugun o'zimga qaytarib turibdi" dedimda, endi Alloh gunohimni kechirsin dedim, "Sen ham gunohingni kechirsin" dedim. O'zi apatiga chapati, "Men ham shu edim, sen ham shu ekansan, yashaveramiz" deydi. Undan ham yomoni deydi, Alloh qiz farzand berdi. 7 yoshga yetganda bir kun kirsam, qizim yig'lab o'tiribdi, onasi rangida rangi yo'q. "Nima bo'ldi?" desam, "Qizingizni bavvob" deydi arablarda, ya'ni xizmatkor deydi. Eshik oldidagi bavvob noto'g'ri harakatlar qildi. Yaxshi harakatini qildi. Shu uchun qotib qoldik, qizingizdan qo'rqib faqat yig'laydi, hech narsa qila olmaydi. Shu joyda deydi, hushimdan ketdim, yana o'zimga keldimda duo qildim. "Ya Rob, bo'ldi, azoblamaman. To'g'ri, men gunoh ish qildim, lekin tavba qildim. To'xtat menga bo'lgan azoblaringni" deb Allohga yolvorib yig'ladim deb o'zini hayotini aytib beryapti. Shu uchun fiqhda bitta qoida bor. Sen bir insonning eshigini qanday taqillatsang, kuni kelib sening ham eshigingni xuddi shunday taqillatishadi. Bugun bir insonni haqqini yeyapmizmi, ertaga bizning haqqimiz yeydi. Bir insonga nisbatan adolatsizlik qilyapmizmi, ertaga bizga ham keladi. Xuddi shunday Alloh asosan bir inson shu ishni qildimi, ertaga kelishi bor. Kelgan yomon keladi.